Operatorlar bu ma'lumotlarimiz va o'zgaruvchilarimiz ustida muayyan amallarni bajaradigan maxsus belgilar hisoblanadi. Mana ikkita sonni qo'shishga misol. Bu yerda plus operator va bu kod satri kontekstida biz bu ikki raqamni, ya'ni 5 va 2 ni operandlar deb ataymiz. Operatorlar tushunchasi nafaqat Pythonga, balki barcha dasturlash tillariga ham tegishli. Arifmetik operatorlar sonlar ustida asosiy matematik amallarni bajarish uchun ishlatiladi. Pythonda eng keng tarqalgan arifmetik operatorlar quyidagilar hisoblanadi. Odatda, agar siz bu operatorlarni butun sonlar bilan ishlatsangiz, natija ham butun son bo'ladi. Agar operandlardan biri float bo'lsa, natija float bo'ladi. Masalan, quyidagicha. Bu yerda istisno bu bo'lish amali. Bu esa har doim floatga olib keladi, hatto operandlar ikkalasi ham butun son bo'lsa ham. Agar bo'lishdan butun son natijasini olishni istasangiz, ikkita bo'luv operatoridan foydalanishingiz kerak. Bu butun son bo'lish bo'lib, natijani eng yaqin butun songacha yaxlitlaydi va faqat butun qismini chiqaradi. Kamroq ishlatiladiganlardan biri bu daraja operatori hisoblanadi. Ya'ni ikkita ko'paytirish belgisi qo'yiladi. Bu siz biror narsani kvadratga oshirmoqchi bo'lganingizda qo'llaniladi. Va foiz belgisi bo'lgan modulo operatori mavjud. U sizga bo'lishning qolgan qismini topishga imkon beradi, ya'ni qoldiqni o'zini qaytaradi. Arifmetik operatorlar ham ustuvorlik tartibiga ega. Shunday qilib, bunday holatda ko'paytirish qo'shishdan oldin bajariladi. Ya'ni bunda siz biladigan oddiy matematika kabi ishlaydi. Pythonda operatorlarning ustuvorlik tartibi quyidagicha. Birinchi navbatda qaus ichidagi amallar ko'rib chiqiladi. Ikkinchi navbatda eksponentatsiya. Uchinchi bo'lib ko'paytirish va bo'lish. To'rtinchisida esa qo'shish va ayirish amallari. Lekin ustuvorlik tartibini o'rganish va yodlashga urinish o'rniga, agar siz bajarish tartibini o'zingiz nazorat qilmoqchi bo'lsangiz, shunchaki qauslardan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni bunda qaysi amal qaysi amaldan keyin bajarish kerakligini o'zingiz belgilashingiz mumkin. Faqat yumaloq qauslardan foydalaning. Quyidagi misolda avval qaus ichi bajariladi, so'ngra ko'paytirish amali. Assignment operatorlari bu o'zgaruvchiga avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni qanday yangi qiymatlarga o'zgartirish yoki yangi qiymat o'rnatish hisoblanadi. Quyidagi misolda ko'rishingiz mumkin. X ning avvalgi qiymati 2 bo'lsa, endi yangi qiymat 4 berilganda, keyingi safar x ga murojaat qilinganda u 4 qiymatni qaytaradi. Ya'ni x ning yangi qiymati bu 4. Shuningdek, siz assignment operatorini arifmetik operator bilan birlashtira olasiz. Quyidagi misol orqali buni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda x ning avvalgi qiymati 2 edi, arifmetik operator plus va assignment operator bo'lgan teng belgisi teng 2. Bu yerda avvalgi 2 ga 2 qo'shiladi va x ning hozirgi qiymati 4 ga teng bo'ladi. Taqqoslash operatorlari ikki yoki undan ortiq qiymatlar o'rtasidagi bog'liqlikni tekshirish usulidir. Tasavvur qilaylik, biz Pythonda ovqat buyurtma qilish ilovasini yaratmoqchimiz. Quyidagi kabi ishlarni bajarish uchun bizga taqqoslash operatorlari kerak bo'ladi. Foydalanuvchi buyurtmasi, misol uchun, minimal buyurtma miqdoridan oshib ketganligini tekshirish uchun. Ular buyurtma qilgan buyum o'z joylarida mavjudligini tekshirish yoki yo'qligini, ya'ni bizda bormi yoki yo'q. Foydalanuvchi buyurtmasi restoran xodimlari tomonidan unga berildimi yoki yo'q. Qiymatlarni taqqoslash va ularning mos kelish-kelmasligini aniqlash uchun taqqoslash operatorlaridan foydalanishimiz mumkin. Pythonda keng tarqalgan taqqoslash operatorlari ro'yxati quyidagicha. Tenglikni taqqoslash operatoridan foydalanishga misol. Taqqoslash operatorlaridan doim false yoki true qaytadi. Bu yerda 3 5 ga tengmi deyilmoqda va false qaytmoqda. Yo'q, 3 5 ga teng emas. Mantiqiy operatorlar ikki yoki undan ortiq ifodalar orasidagi munosabatni taqqoslash uchun ishlatiladi. Ular true yoki false, ya'ni boolean qiymatini qaytarish uchun xizmat qiladi. And, or, not kabilar mantiqiy operatorlar hisoblanadi. Oxir-oqibat mantiqiy operatorlar dasturimizga qaror qabul qilishda yordam beradi. Masalan, bizda shunday dastur bor deylik. U hozir kofe tayyorlashim kerakmi degan savolga javob berishi kerak. Javob natijalari true yoki false holatda qaytishi kerak. True qaytsa, demak hozir kofe tayyorlash mumkin. False bo'lsa, yo'q degan ma'noni anglatadi. Ushbu qarorga kelish uchun dasturimizga quyidagicha o'zgaruvchilarni beraylik. Is cup empty, ya'ni o'sha kofe quyiladigan idish bo'shmi yoki yo'q degan
qiymatlarni saqlaydi. True bo'lsa demak bo'sh, false bo'lsa demak bo'sh emas. Is that time, ya'ni hozir ertalabmi degan o'zgaruvchi. Agar true bo'lsa demak hozir ertalab, ko'pchilik kofeni ertalab ichadi. False bo'lsa yo'q, hozir ertalab emas. Natijani olishimiz uchun should make coffee degan alohida o'zgaruvchi yaratamiz va uning qiymatini mantiqiy operator orqali hisoblab topamiz. Ya'ni inddan foydalanamiz. Ind mantiqiy operatorining sharti shundaki, tomon ham true bo'lgandagina true javobini qaytaradi. Bizning hozirgi holatimizda idish bo'shmi? Ha, idish bo'sh. Ammo hozir ertalab emas, ya'ni bitta shart qoniqtirmayapti. Ertalab bo'lmagani uchun false javob qaytadi. Mana yana bir misol keltiraman. Aytaylik, sayohatni rejalashtirish ilovasini yaratyapmiz. U biz istagan joyga piyoda yoki mashinada borishimiz kerakligini tavsiya qilishini xohlaymiz. Ikkita o'zgaruvchi berilgan. It raining, ya'ni yomg'ir yog'ishini ifodalovchi o'zgaruvchi. Is far, ya'ni masofa uzoqmi degan o'zgaruvchi. Endi should drive, ya'ni mashinada borish kerakmi yoki piyodami, va uning qiymati true yoki falseligiga qarab, true bo'lsa ha mashinada borish kerak, false bo'lsa yo'q. Yo'q bo'lsa demak piyoda borish kerak degan qiymatni olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda or mantiqiy operatordan foydalanayotganimiz uchun ikkala shartdan bittasi qanoatlantirsa true natija qaytadi. Shunda ordan foydalanayotganimiz uchun bitta shart true bo'lgani uchun biz mashinadan foydalanamiz. Javob true qaytadi. Agar ikki tomon ham false bo'lganda false natija qaytardi. Ya'ni yomg'ir yog'mayotgan va masofa uzoq bo'lmaganda false qaytardi. Bu degani mashinada borishimiz shart emas, piyoda borsak bo'ladi. Siz ushbu operatorlar va ushbu ifodalarni birlashtirib juda murakkab qoidalar tizimlarini yaratishingiz mumkin. Endi ushbu darslik bo'yicha kodlash mashqini bajarib ko'ring. Murakkab foizlarni hisoblaydigan dastur tuzishingiz kerak bo'ladi. Agar biz yillik foiz stavkasi 5% bo'lgan bank hisob raqamiga $240,000 qo'ysak, 2 yildan keyin qancha mablag'imiz bo'ladi? Foizlar har yili qo'shiladi deb faraz qilaylik. Men sizga yordam sifatida o'zgaruvchilarni qiymatlari bilan va murakkab foiz formulasini matematik ko'rinishda ko'rsatib beraman. Bu mashqda sizning vazifangiz murakkab foiz formulasidan foydalanib, Python dasturlash tilida dasturni tuzish